Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun tashxis loyihamizda ajoyib imkoniyat, yangilik. Bugungi manzilimiz Toshkent Xalqaro aeroporti. Buning sababi talabalarimizdan biri. Chunki talabalarimizdan birinchisi va birinchi qaldirg'ochimiz Yo'ldoshxon va Dilafruzxonni kuzatish jarayoniga yetib keldik va sizni bu jarayon bilan tanishtiramiz. Bugun bu qizimiz Hindistonga bir haftalik malaka oshirishga ketyapti. Bu ajoyib imkoniyat bilan hammani tanishtirishga tayyormiz. Qani ketdik. Toshkent tibbiyot texnikumining yaxshi bir imkoniyatlaridan birinchi qaldirg'ochlaridan Yo'ldoshxon va Dilafruz qizimizni malaka oshirishga Hindiston davlatiga ketayotganini sizga tashxis qilib bermoqdamiz va ularni bugun suhbatga chaqiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Bugungi ajoyib imkoniyat bilan sizni tabriklaymiz. Rahmat. Bizani yurtimizni bayrog'ini Hindistonda ko'tarib kelishingizga tilakdoshimiz. Marhamat, o'zingiz haqingizda gapirib va bugungi imkoniyat haqida ham biroz gapirib o'tsangiz. Rahmat. Men Toshkent tibbiyot texnikumi talabasi, 2-kurs talabasi Yo'ldoshxon va Dilafruz. Milliy tibbiyot markazida 1 yildan beri ish olib boraman. Operatsion bo'limda ishlayman. Hozirda ishxonamiz tomonidan Hindiston davlatiga sayohat uyushtirilyapti. Turli xil hamshiralar bilan birgalikda malaka oshirishga jo'natilmoqdaman. Men bundan juda ham xursandman. Bu uchun direktorimiz Saidov Maqsud Aripovga, zavedishimiz Uchqun Ziyodlayevichga, bu sharoitni qilib bergan texnikumimiz direktori Zarifa Ibadullayevaga katta rahmatlarimni aytib qolaman. Bu uchun ko'p yordamlar berishdi. O'qishimiz, ishxonamiz ko'p sharoitlar yaratib berdi. Shu sababli rahmatlarimni aytib qolaman. Juda ham xursandman men ulardan. Texnikumda nazariy bilimlarni olsam, ishxonaga borib amaliy qilishga yordam beradi. Bundan juda ham o'zim xursandman, chunki har tomonlama o'rganishimga, bemorlarga har tomonlama yordam bera olishimdan xursandman. Juda ham yaxshi. Xabaringiz borki, 1 yildirki Toshkent tibbiyot texnikumi tomonidan dual ta'lim yo'lga qo'yilgan, ya'ni ustoz shogird an'analariga asoslangan holda turli xil klinikalarda o'z tajribalarini orttirib kelishmoqda qizlarimiz. Shular jumlasida siz ham. Mana shu jarayon sizga qanchalik yaxshi imkoniyatlar berdi? Bu jarayon hamma qizlarimiz uchun foydali deb hisoblaysizmi? Albatta, chunki ustoz shogird an'anasida turli xil ustozlarimizdan, yanada ishxonamiz tomonidan bizga ishonch qilib berilayotgan bo'lsa, ustozlarimiz tomonidan ham katta ham yordamlar berilyapti. Ustozlarimizdan juda ham xursandmiz. Juda ham yaxshi. Demak, siz kabi hamshiralarimizga, demak, kelajakdagi talaba bo'laman degan qizlarimizga o'zingizning tilaklaringiz, mana shu texnikumda o'qib, kelajagini ta'minlashga sizni ko'zingiz yetyaptimi? Ishonch hosil qildingizmi? Albatta, texnikumda kelajagini ta'minlashga juda ham katta imkoniyatlar bor. Chunki men o'zim ham kunduzi ishlab, obeddan keyin 4 da darsim boshlanadi, 4 dan 7 gacha ishlab ham o'qishga sharoit bor. Bu aynan menga o'xshagan qizlar uchun juda ham katta sharoit. Bu texnikumni tanlashimga ham shu sababli, o'zi aynan qizlarimizga vaqti bir xil tomondan bu ertalab 8 dan 1 gacha darslarimiz bor. Birdan keyingi soatlarda ham ishlasak bo'ladi. Agarda bu muammo bo'ladigan bo'lsa, obeddan keyingi darslarimizga ham kelsak bo'ladi. Demak, kunduzi ishlab, kechki smenada ham o'qish imkoniyatlari bor. Juda ham yaxshi. O'zingiz kabi talabalarga nima maslahatlar bergan bo'lardingiz? O'zim kabi talabalarga o'qish. Tibbiyot sohasida o'qish kerak, chunki u yo eng zo'ri bo'lishi kerak yoki tibbiyotda olib ketish qiyin. To'g'ri aytasiz. Dilafruzxon, mana siz xudo xolasa birinchi qaldirg'ochlarimizdansiz, chet elga safar uyushtirayotgan, malaka oshirishga ketayotgan qizlarimizdan birinchisiz. Mana shu qadamingiz qutlug' kelishiga tilakdoshimiz. Kelajakda ham mana shu siz kabi talabalarimiz safi ko'payishiga tilakdoshimiz. Siz kabi o'qib o'rganadigan, rivojlanishda har doim sobit qadam bo'lgan qizlarimiz ko'payishiga tilakdoshmiz. Siz kabi insonlar sabab
yurtimiz bayrog'i chet el sahnalarida ham ko'tarilishiga tilakdoshmiz. Rahmat. Sizni yaxshi niyatlar bilan kutib qolamiz. Mana shu fursatdan foydalanib, ota-onangizga, texnikum rahbariyatiga va ishlayotgan joyingizdagi insonlarga tashakkur e'lon qilish imkoniyati sizga egasiz. Marhamat. Men o'zim ham ota-onamga menga shunaqa sharoit yaratib berganligi uchun juda ham minnatdorchilik bildiraman. Shu jumladan ishxonam ham shunaqa o'qisin deb sharoit qilib berganligi uchun sheriklarim, opalarim hammasiga katta rahmat aytaman. Juda ham yaxshi. Marhamat, mana bunaqa ajoyib imkoniyat bilan tanishtirdik. Bugun sizni Dilafruzxonni kuzatgani albatta aeroportga ota-onalari ham chiqishgan va navbatdagi suhbatni ota-onalari bilan birgalikda olib boramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Dilafruzxonni dadalari bo'lsangiz kerak a? Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Bu Bo'tayev Tilavoy Yulduzxonovich, Dilafruz qizimni otasi bo'laman. Juda ham yaxshi. Bugungi xursandchilik bilan sizni tabriklaymiz va kelajakda mana shu bizning ham xizmatimiz, mana ishxonasining xizmati o'laroq kelajakda yaxshi bir imkoniyatlarga erishishiga biz tilakdoshmiz. Siz nima fikr bildirasiz bugungi imkoniyat haqida? Xudo xolasa, men ham shu niyatdaman, yaxshi katta doktorlar bo'lib, o'sha insonlarga yaxshi malakalarni oshirib berib, xudo xolasa sizlarga rahmat, o'qituvchilarga, ishxonasiga, opalariga, hammasiga rahmat. Rahmat. Onajon, siz ham o'zingiz haqingizda gapirsangiz. Siz onasilari bo'lsangiz kerak. Farzandlarimni, yutuqlaridan, kelajaklaridan. Rahmat onajon. Siz o'zingiz tanishtirsangiz? Men opasi bo'laman. Dilafruzda bugungi chiroyli kun, oilamizda chiroyli bayram bugun. Bugun shunaqa chiroyli davralarda singlim shunaqa chiroyli odamlarning orasidaligidan xursandman. Avvalo o'sha buni ishlayotgan joyi, o'zim ham o'sha joyda ishlaganman. Milliy tibbiyot markaziga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Oldida qo'llab-quvvatlayotgan doktorlarga, o'zidan mana o'zi ustoz bo'lib, ularning yo'lini to'g'ri qilayotgan ustozlariga rahmat aytaman. Bundan tashqari Toshkent tibbiyot texnikumi sizlarga ham rahmat. Bundan-da yutuqlaringlar ko'p bo'lsin, bundan-da o'quvchilaringlar shunaqa chetga chiqadigan bo'lsin. Bundan-da chiroyli yutuqlarga ega bo'lgan o'quvchilaringlar ko'p bo'lsin. Men o'zim qizlarni o'qishi, chiroyli joylarda yurishi tarafdoriman. Rahmat. O'zim ham shunaqa qilib yurib, keyin orqamdan buni olib kelganman. Juda ham yaxshi. Demak, siz ham tibbiyot xodimisiz. Albatta, men ham 5 yil davomida Milliy tibbiyot markazi xodimi bo'lib, o'zim yursindim, shunaqa chiroyli davralar, chiroyli joylarda yurasan deb olib ketganman. Hozir mana chiroyli yuribdi, mana ko'z tegmasin. Albatta. Endi bundan buyog'iga baxtini bersin, omadini bersin, biza ko'rmagan joylarni ko'rsin. Albatta. O'ynab kulib yurishlik nasib qilsin hammamizga. Rahmat sizga ham. Onajon, siz ham o'zingiz haqingizda gapiring. Kim bo'lasiz? Xolalari bo'laman. Ismingiz? Zuhra. Mayli shu jiyanimizni omadini bersin, borgan joylarida yaxshi borib kelsin. Hammalaringizga rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Azizlar, mana bugun oila davrasida aeroportda ajoyib kuzatuv jarayonini siz bilan bo'lishyapmiz. Mana shunaqangi ajoyib imkoniyatlarning kelajakda ko'payishiga tilakdoshmiz. E'tibor uchun rahmat. Bugungi ajoyib imkoniyatdan foydalanib, siz ham albatta tibbiyot xodimi bo'laman desangiz, biz sizni kutib qolamiz. Kelajakda o'qib o'rganib, yurtimiz bayrog'ini chet el sahnalarida ko'taraman degan insonlar bo'lsa, biz xizmatga tayyormiz. Siz ham biz bilan bo'ling. Like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.